Sen meni oldimga bekordan bekorga kelmagan bo'lsang kerak. Bitta yarimta ish bilan kelgansan. Xo'sh, nimaga kelding? Haligi anavi dandon sopli pichog'ingiz bor-ku. Ha. O'sha sinib qoldi. Shuni aytgani keluvdim. Xo'sh, undan keyinchi nima qilibsindi? Ro'zg'orda meni pichog'imdan boshqa pichoq qurib ketgan ekanmi? Terisini shilvatuvdi. Suyagiga tegib sinib qoldi. Xo'sh, undan keyinchi tozim terisini nimaga shildilaring? Toshib qoldik deb boyatda o'lgandan keyin terisi uvol bo'lmasin deb shilib qo'ya qoldik. Padaring ganalatlar, itim nima qilib o'ldi? Harom o'lgan otning go'shtidan buki o'ldi. Harom o'lgan otning go'shti qayerda ekan? Harom o'lgan otning go'shtini kim berdi? Begona ot emas, o'zimizni to'ri qasqani go'shti. O'shani yeb buki o'ldi. Ey bola, og'zingga qarab gapir. To'riq qashqa o'ldi deysanmi? Voy yaramas, nimalarni o'ldirasan? Uyda shuncha ot turganda, kelib boqib qo'ygan uloqcha otim bilan suv tashiysanlarmi? Ablahlar! Bolam yondi, otlaringiz o'ldi. Padariga la'nat. Shum qadam.